Men, Laylo. Yoshligimdan ota-onam qiz bola iboli bo'lish kerak degan tarbiyada ulgayganman. Toyi otib Jamshidga turmushga chiqqanimda ham orzularim, umidlarim ko'p edi. U bilan baxtli bo'lishimga ishongandim. Ammo hayot u doim boshqacha yozadi. Jamshid sovuqqon edi. Menga er-xotinligini his qildirgan emas. Kunlar, oylar, yillar shu tarzda o'tdi. Yuragimda bo'shliq ortib borardi. Bilmadim, ehtirosmi, mehrmi yo oddiy insonga xos e'tibor nimadir yetishmasdi. Bir kuni uydagilar to'yga ketdi. Uyda faqat men va qaynotam qolganmiz. Shu kun hayotimni o'zgartirgan kechani boshlagan kun edi. U kishi yosh emasdi, lekin ko'zlari kuchga to'la. Ovozi qattiq emas, ammo yuragingni larzaga soladi. O'sha kuni deraza oldida choy ichib o'tirgan edim. U kishi sekin yaqinlashib, "Yolg'izlik ham ayolni charchatadi, to'g'rimi, Laylo?" dedi. Quloqlarim qizidi. Yuragim urib ketdi. "Bilmayman" deb javob berdim, xuddi go'dak kabi. U kishi qoshimdan qarab turdi. "Ko'zlaring yolg'iz." Bu gap meni sindirdi. O'sha kecha u meni avaylab bagriga oldi. Boshimni ko'kragiga qo'ydim. Nafasi issiq. Qo'llari erkak kishiga xos. Men ilk bor o'zimni ayol his qildim. Shu boshlangan edi. Har safar ular uyda yo'q bo'lsa, men intiq kutardim. U meni faqat ta'nim bilan emas, qalbim bilan sevdi. Ayol sifatida qadriyatlarimni uyg'otdi. Bu gunohmidi? Balki. Ammo yuragim haqiqatni inkor eta olmaydi. Qaynotam menga ayollikni o'rgatdi. U kechadan so'ng biz o'zgardik. Men endi oddiy kelin emas edim. U esa shunchaki qaynota emasdi. Biz gunoh va ehtiros o'rtasida muhabbat degan jaziramada yonayotgan ikki tanamiz, ikki ko'ngil edik. Ertalab ovqat tayyorlayotganimda u kishi oshxonaga kirdi. Ko'zi ko'zimda. Lablarim qaltiradi. Ko'nglimda shirin bir titroq. U past ovozda dedi: "Sen bugun meniki bo'lganingni unutma. Har daqiqang endi menga tegishli." Men esa jilmaydim, lekin yuragimda qo'rquv. Bu sir, bu tuyg'u qancha yashirin qoladi? Jamshid eri. U otasining ko'zlariga qanchalik boqayapti? His qilayaptimi? Kechga tomon Jamshid uyga keldi. Uning qo'llarida guldasta. Hayron qoldim. U guldastani menga emas, otasiga berdi. "Dadam, siz doim biz uchun suyanch bo'lgansiz. Qolgan umringizda men ham sizga suyanch bo'lishni xohlayman." Men esa labim tishladim. Ichimdan qichqirdim, "U sening suyanching emas endi, Jamshid." U meni o'z bagrida mahkam ushlab turgan yongin. O'sha kechasi yana meniki edi. Men o'z xonamda chiroqni o'chirgancha yotdim. Deraza sekin ochildi. Nafas ohangi bilan tanidim uni. Qaynotam u yondashdi. "Laylo, bu telbalikni qachongacha davom ettiramiz? Sen to'xtamaguningcha. Men to'xtay olmayman." U yana bagriga oldi. Tanimda olov yugurdi. Boshimni ko'ksiga bosdim. U sochlarimni siladi. Va yana o'sha mehrli erkaklikka to'la quchoqda men ayolga aylandim. Tashqarida jimjimador dunyo, ichkarida faqat men va u nafaslar aralashgan, yuraklar to'qnashgan, sirlar tugun bo'lgan dunyo. U tong edi. Odatdagiday uyg'onib choy damladim. Yuragimda shirin alam, kechagi tunning issiqligi hanuz badanlarimda. Ammo o'sha tong ozgacha edi. Qaynonam Zulfiya opa ko'zlarini menga qadab qaradi. Bu qarash ilgari boshqa edi. Bu safar qattiq, chuqur va g'ayrioddiy. "Laylo, kecha tunda qaysi xona yondi? Qo'llarimdan piyola sirgalib tushay" dedi. Yutindim. Quloqlarim qizidi. "Men bilmayman, balki chiroq qolib ketgandir." U jilmaydi. Ammo bu jilmayish ayolning jilmayishi. Ich-ichiga sigmayotgan, sezib turgan ammo aytilmagan haqiqat jilmayishi edi. Shu kundan boshlab qaynonamning nigohi o'zgardi. Meni uzoqdan kuzatar, har harakatimni sinchkovlik bilan baholardi. Men esa xonamga kirganimda o'zimni yomon his qilardim. Har kecha qaynotamni kutardim.
Ammo qaynonamni nigohi hamon bo'ynimga ilingan ko'rinmas arqonday siqardi. Bir kuni u oshxonada menga yaqinlashdi. Laylo, bilasanmi, men ham yosh bo'lganman. Erkakni ham, ayolni ham tushunaman. Qaynota har doim otadir, farzandim. Gap tugamagan edi. Yuragim urmay qoldi. Lekin agar ayol o'zini yo'qotsa, uning yuragi oxir-oqibat kuyadi. Men seni yoqilgan yurakda qovurilib ketishingni istamayman. Men indamadim. Faqat ko'zlarimni yumdim. Ko'zlarimdan yosh sizib chiqdi. O'zim ham anglamas edim, bu yosh gunohim uchunmi, muhabbatim uchunmi, yo ikkalasi uchunmi? U kecha esa yana deraza ochildi. Nafasini bildim. Ammo bu safar u yaqinlashmadi. Laylo, dedi u, men seni sevib qo'ydim. Ammo endi bizga qaralayapti. Nigohlar ortib bormoqda. Men senga bog'lanib qoldim, men endi sensiz, ovozim titradi. U eshikka yaqinlashdi. Seni men ayol qilgan bo'lsam, endi seni men himoya qilaman. Ammo ehtiyot bo'l. Zulfiya, ayol. Ayol yuragi esa hech qachon adashmaydi. Deraza yana yopildi. Men esa ilk bor o'zimni yolg'iz his qildim. Uyda galati sukunat edi. Hamma borki, allaqanday og'ir havoni his qilayotgandek. Qaynonam bugun kechki ovqatga barcha oilani yig'ishni aytdi. U bu ishni shunchaki qilmasligini bilardim. Men, qaynotam, Jamshid, qaynonam va qaynonamning opasi barchamiz dasturxon atrofida edik. Suhbat oddiy so'zlardan boshlandi. Ob-havo, moliyaviy muammolar, keyin esa ayollik sezgisi harakatga tushdi. Qaynonam so'z oldi. Menimcha, biz ba'zi narsalarga ko'z yummayapmiz. Uyda bir o'zgarish bor. Kimdir bu o'zgarishni his qilyapti, kimdir yashirishga urinmoqda. U tog'ridan tog'ri menga qaradi. Yuragimni muz qoplaganday bo'ldi. Qo'llarim ostidagi dasturxon barmoqlarimni qattiq siqib yubordi. Hissiyotlarim yuzimdan oqilmasin deb boshimni egdim. Jamshid kulimsirab dedi. Ona, siz har doim nimadandir shubhalanasiz. Keling, choy ichaylik, hayotda yoqimli gaplar ham bor. Qaynotam jim. U hech qachon bunchalik sokin bo'lmagan edi. Men esa ortida edim. Sevgi bilan ehtiros, ayollik bilan ayblov, qaynota bilan qaynonaning o'rtasida ezilayotgan ayol bo'lib qolgandim. Qaynonam so'nggi zarbani berdi. Mening ko'nglimga sovuq tushdi. Ayolni ayol alday olmaydi. Laylo, men senga qizimdek qarardim. Ammo bu ko'zlaring ular begunoh ko'zlar emas. Birdan zal jim bo'ldi. Jamshid esa jahl bilan savol berdi. Nima demoqchisiz, ona? Nimani o'ylayapsiz? Qaynonam ohangini pasaytirdi. Men hech narsa demayapman. Ammo yuragim o'z holicha baqiryapti. Kim bilandir kimdir o'rtasida narsa bor. U birdan turib chiqib ketdi. O'sha kechasi qaynotam xonamga kelmadi. Bu birinchi marta edi. Deraza yopiq, yuragim ham go'yoki qamalgan edi. Menga faqat bir narsa ayon bo'ldi. Bu sir endi komilmaydi. Sirlar komilmadi, ular yashamaydi. Ular bir kun portlaydi. Va bu portlash yaqin. U kecha juda sokin edi. Uyda hamma uxlagan. Men esa uxlamadim. Yuragim urmoqda, ammo har zarbasi go'yoki dard, og'riq va shubha olib keladi. Deraza ochilmadi. Birinchi marta men kutdim, u esa kelmadi. O'zimni begona his qildim. Go'yoki bu uyda men emas, kimdir boshqasi yashayotgandek. O'zimga ham begonalashib borayotgan edim. Tongga yaqin eshik sekin taqilladi. Yuragim o'rnidan chiqay dedi. Bu u edi. Qaynotam. U ichkariga kirdi. Yuzida halovat yo'q. Ko'zlarida esa qaror bor edi. Laylo. U uzoq sukut saqladi. Nafas oldi. Men esa gapiradigan holatda emasdim. Biz nimaga aylanib qoldik? Men seni avaylab sevgan edim. Erkak sifatida emas, seni qadrlagan odam sifatida. Ammo endi biz yo'q bo'lish arafasidamiz. Men labimni tishlab dedim. Unda menga ayol bo'lmagin. Men birinchi marta yuragimni kimdandir topdim.
Qachonki sen menga sen ayolsan deganingda men yashashni his qilgandim. U ko'zlarini yumdi. Yiglamadi, ammo titradi. Men seni endi ko'proq sevib yuborganman. Va men seni bu zahmli muhabbatga qurbon qilolmayman. Men seni yo'qotishdan ko'ra seni xavfdan saqlayman. Bu oxirgi tunimiz bo'lsin, Laylo. Bu gap yuragimni parchaladi. Tilim labimga yopishdi. Faqat qo'llarim qaltiradi. Men seni har kecha o'zimniki deb his qilgan edim. Endi-chi? Kimman men senga? U sekin oldimga keldi. Qo'limni ushladi. Peshonamga lablarini qo'ydi. Va past ovozda pichirladi. Sen men uchun bir umr ayol bo'lib qolding. Ammo men seni himoya qilolmayman, Laylo. Bu sevgini yashirib bo'lmaydi endi. U chiqib ketdi. Eshik yopildi. Nafasim tiqildi. Bu oxir edi. U ketdi. Eshik yopildi. Tun yana yolg'izlikka cho'mdi. Ammo bu safar ichimda faqat sog'inch emas edi. Ichimda xorginlik, alam va gurur bor edi. Men sevganimni yo'qotgan, lekin yana o'zini topishga harakat qilayotgan ayol edim. U kun hayot yana odatiy ko'rinishda davom etayotgandek edi. Ovqat, kir, mehmon va jilmayish ortidagi qaltiragan yurak. Jamshid bir necha kundan beri menga ko'proq e'tibor berayotgan edi. Garchi yuragim unga hech qachon to'la ochilmagan bo'lsa-da, men harakat qildim. Uni tushunishga, o'zimni tushunishga. Ammo bir kecha birdan xonamga qaynotam kirib keldi. Men hayrat bilan tikildim. Yuragim yana urdi. Nafasim qisildi. U dedi: "Kechirasan. Men seni tashlab o'zimdan qochdim. Ammo men yuragimdan qocholmadim. Men seni unutolmayapman, Laylo." Men jim. Faqat labimda bitta savol. Endi nima bo'ladi? Meni yana tunda sevib, kunduzda rad etasanmi? U yondashdi. Ko'zlarimga qaradi. Endi sen qaror qilasan. Men seni xohlaganimcha emas, qadrlaganimcha sevaman. Agar istasang men hammasini tashlayman. Faqat sen desang. Men turdim. Yigladim. Qorong'ida peshonasiga qo'limni qo'ydim. Bu erkak endi shunchaki qaynotam emas edi. Bu erkak men sevgan, o'zimni topgan inson edi. Ammo yuragimda hanuz bir savol bor edi. Bu muhabbat gururimga qarshi emasmi? Axloqqa, odobga, taqdirga qarshi emasmi? Men o'sha kecha ilk marta o'zimga savol berdim. Men sevganim bilan qolsam, dunyo meni yomon ko'radi. Ammo sevmasam, men o'zimni yomon ko'raman. O'sha tun men birinchi marta ko'zlarimni shiftga tikib o'yladim. Men bu sevgi uchun kimdan ketishga tayyorman. Bu eng osoni edi. Uydan chiqib ketaman. Sirim hech kimga ayon bo'lmaydi. Qaynotamni unutishga urinaman. O'zimni odobli, sabrli, kuchli ayol deb ko'rsataman. Lekin har kecha u bilan kechirgan nafaslar, quchoqlar, o'sha mehrli so'zlarchi. Ularni qayerga ko'maman? Bu qiyin, ammo rost yo. Erimga, qaynonamga, oilaga, barchasiga haqiqatni aytish. Bu meni yomon qiladi. Beyor, beandisha, uyalmas deyishadi. Lekin o'sha yuragim, o'sha bagir haqiqat edi-ku. Men tanladim. Ertalab Jamshidni uyg'otdim. Ko'zlariga tikildim. Men ketaman. U cho'chib qaradi. Nima bo'ldi? Kim bilan janjallashding? Men jilmaydim. Endi ko'zlarimda qo'rquv emasdi. Faqat haqiqat bor edi. Men seni hech qachon sevmaganman, Jamshid. Men seni erim deb hurmat qilganman. Ammo sevgi yo'q edi. Men sening otangni sevib qoldim. Xona muzlab qoldi. Jamshidning yuzidagi rang yo'qoldi. So'zsiz qotib qoldi. Bu oqdek so'z edi. Yuragini yirtgandek. Qaynonam kirib keldi. Bizga qaradi. Ko'zlarimga. U tushundi. Men sezgandim, dedi past ovozda. Qaynotam xonaga yugurib kirdi. Ko'zlarim yoshli. U qaradi. Laylo, nega?
Men jilmaydim. Chunki bu muhabbat edi. Yashirin, yovvoyi, gunohkor ammo rost muhabbat. Men yolg'on ichida yashay olmayman. Endi yo meni olib ketasan, yo men butunlay ketaman. Tuygular bir soniyada xuddi borondek ochiq aytildi. Chiqib ketdi. Ota degan odam yuragini yirtgan erkak ekanini bilib qoldi. Qaynonasi Layloning yuziga qarab dedi. Ayollik yurak bilan bog'liq. Lekin biz yurakni emas, nomusni asrashni o'rgandik. Qaynota Layloni qarshisida turardi. Ko'zlarida men seni olib ketaman degan orzu. Ammo yelkalari past. Ogirlik bosgan. Men seni sevaman, Laylo, lekin men seni hayotdan olib ketolmayman. Men o'zimni olib ketaman. Chunki men otaman. Chunki men seni o'z bolamning ko'z yoshidan olib qocholmayman. Laylo jim. Titraydi. Nafasi siqiladi. Faqat bitta gap chiqadi. Men seni yodimdan chiqaraman. Ammo hech qachon ochira olmayman. Qaynota eshikka qarab yuradi. Oxirgi marta orqasiga qaraydi. Men seni bir umr yuragimda ko'tarib yurgan erkak bo'lib qolaman. Yana bir umr. Va ketadi. Uy jim. Yurak qattiq uradi. Sozlar tugadi. Laylo oynaga qaraydi. O'zini ko'radi. O'zgargan, sevgan, o'sgan ayolni. Shu bilan hikoya tugaydi. Ammo yurakdagi iz ochmaydi.